Akmaljon bu to'y oxirmi, mol oxirmi? Muncha oxir. Aka bu zanani silifi bo'ladi. 13 metrga 75 metr joy qilib berganmiz. 75 metr suvni bir tomonga oqadigan qilib berganmiz aka. Tanlovi shunchalik bo'lsa, bu zaniyamizni o'ziga necha yil garantiya berasiz? Aka 50 yilga garantiya beramiz. 50 yildan keyin ham xudo xohlasa zanaga bir narsa oladigan bo'lsa, noldan qilib berishga qurbim yetadi aka. Do'stlar, eng qizig'i mana shunaqangi holatda quruq yer bo'lgan bu joyimiz 15 kunda shu holatga olib kelib berdilar. 15 kun ish kunida aka hozir 13-kun 15 kunda xudo xohlasa yon sevinchlarni ham qotiramiz. Yonbosh sevinchlarni ham qotirib beramiz aka. Zo'r gapi. Nech puldan qilib beryapsizlar? Eng arzon aka. Aka 150 mingdan 350 minggacha zanani holatiga qarab, proyektiga qarab, zanani razmeriga qarab bo'ladi aka. Ushbu joyimizni nech puldan qilib beryapsizlar? Aka 260 ming so'mdan 280 minggacha xuddi shunaqa joylar yon sevinch abrishotkalarni, sevinchlarni qotirib beramiz aka. Akmaljon boshqalarda ancha arzonni sizga nisbatan. Aka 1 kilo oshga 100 gram go'sht solib ovqat qilsa ham bo'ladi. 1 kilo oshga 1 kilo go'sht solib ovqat qilsa ham bo'ladi. Bu zanani bu materialni qozoni bitta narsa. Bozor profilni ham, konteyner profilni ham aka. Usta haqqi ham bir xil. Xudo xolasa Ishingizga garantiya beriladi, xudo usta xolasa. haqqi ham. Yaxshi ketyapti. To'xtang, yaxshidan qo'shib yuboramiz va 2 3. Usta haqqi ham bir xil. Buni arzonlatishda faqat bitta yo'li bor, materialdan ekonom qilish xolos aka. Demak, sizlar materialda ayami shunday chaqib berasizlar. Umuman. Xudo xolasa aka to'g'ri proyekt tanlaymiz birinchi o'rinda. Keyin material necha metrga razmer tushadigan bo'lsa, shu holatda qilamiz aka. Ishimizga baquvvat garantiyali ish qilamiz aka. Xudo xolasa narxlari hamyonbop, yuvosh narxlarda qilib beramiz aka. Xudo xolasa, do'stlar, O'zbekiston bo'ylab dastlabki usta haqqi mahsuloti agar foydangizdan oldinsalar, kraska sachib turish, shipr yoki tunikasini qoqib berishi mutlaqo bepul bo'ladi. Zakaz berishi usta akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Zo'r.